Hoy sariq mashak, bilib ol. Kamina lazer janoblari bo'laman, oshni osh qiladigan o'zimman. Naqd 25 ming turaman. Sen o'zingni asl zodaman deb o'ylaysanmi, yalangoyoq? Oshni osh qiladigan sariq sabzi ekanligini nahotki unutgan bo'lsang, albinos bilya. Oho, tiling chiqib qoptimi yetimcha? Oshdan boshqa juyda qo'yga ham keraging yo'q-ku o'zi. Meni bilasanmi, qancha taomga qo'shishadi? Meni tarkibimda lutein moddasi bor. Bu ko'z nurini oshiradi. Qarilikda ko'z nurini pasayishini oldini oladi. Demak, anavi Instagramda ko'rinar-ko'rinmas narsalarni rangini ko'rib qoladigan snayper erkaklar seni ko'p yeyishar ekanda. Bunga meni aloqam yo'q. Bu ularda testosteron oshib ketgani aybdor. Bizdukchalar uyalmaysanlarmi men turganda o'zlaringni maqtashga? Avvalo men qozonga tushib, jiz etib erib, senlarga komfort yaratib beradigan-ku aslida. Ammo to'g'ri aytyapsiz, Dumbaxon amaki. Quruqqa smaskasiz solib bo'lmaydi. Qozon tagiga olib, barchamiz kuyib ketamiz. Kulaveringlar ahmoqlar, hozir pichoq keladi. Dumbani maydalaydi, sabzini somoncha qiladi. Guruchni issiq suvga bo'ktiradi. Faqat men butun qolaman. Rostdan ham nega seni maydalashmaydi? Men hayron qolaman. Nima shunaqa blatnoymisan yoki? Ha, ukam, meni o'rtaga eng chuqur joyga shundayligimcha tiqishadi. Men bu oshda yagona deputatman. Issiqda mazza qilib yog'ni shimib yotaman. No-da. Xo'jayin nega doim deputatlarni gapirib nolishini endi tushunganday bo'layapman senga qarab.